Hamma to'y qilishni, uylanishni, erga tegishni Xorazm Qoraqalpoq territoriyasidan o'rgansa bo'lar ekan. Bu qizlarga yoqadigan video bo'ladi hozir. Kecha video ko'rib qoldim, Samarqandda qiz uzatishga $100,000 sarflashdi-da. Endi u mayli puli bordir, sarflagandir, lekin baribir bilamiz, O'zbekistonning ko'p hududida uylanayotganda, to'y bo'layotganda qiz tomoniga ma'lum bir moliyaviy jabr tushadi. Xorazm Qoraqalpoqda unaqa emas. Hammasini kuyov ko'taradi. 2,000-2,5 mingdan qalin puli boshlanadi. Qizga qalin puli beriladi. 50-60 milliongacha chiqadi ba'zi hududlarda. Undan tashqari qizni uyida bo'lgan yig'inlar, qizga to'liq anaqa kiyim-bosh, tilla komplekt, hamma narsasi qilib beriladi. Undan tashqari qiz olib keladigan sarpani kuyov bola o'zi tayyorlab uyida ko'rpa to'shagigacha. Qizni uyga olib borib tashlaydi, qiz to'y kuni mana meni sarpani deb o'shan olib keladi. Endi hozirlar sal qizga ham bu narsa qo'shib yuborishadi, bir pasudan serialga mashina. Ish qilib qiz uzatish muammo emas. Shuning uchun bizda qiz tug'ilgan paytda u siqilib, men o'g'il xohlovdim, o'g'il kerak edi degan narsa bo'lmaydi. Mana Toshkentlarda shunaqa-ku, men o'g'il xohlovdim deyshadi. Sabablaridan biri, endi boshqa har xil sabablari bor. Sabablardan biri biladi, qiz bolani ertaga uzatishda unga juda ham moliyaviy qiyinchilik tushadi. Bizda muammo emas. Foydali ham. Uyga bir $1,000-2,000 pul ham qoladi qiz uzatgandan keyin. O'zi bitta toshkentlik aka bir marta Xorazmlik qizga uylanaman deb telefon qilyapti-da, "Sizlarda qiz nimaga buncha qimmat? Sizlar qizlarni pullargansizlar" deyapti-da. Sizlar erni pullaysizlar-ku, mujiklarni pullaysizlar-ku, sizlar ham erni sotib olishga to'g'ri keladi. Biz hatto berib yuboramiz u qizni tarbiyalab katta qilib turib, logikaga to'g'ri keladi ozgina deb aytdim-da. Shu degandek, yigitlar, uylanyapsizmi? U traditsiya, odat, anu yosh katta ayollar kelib o'tirib oladi, kelin uni olib kelsin, kelin buni olib kelsin, mebel unaqa bo'lsin, yong'oq daraxtdan bo'lsin deb soliq solib o'tiradi. Noto'g'ri narsa, ahmoqgarchilik, quloq solmaslik kerak. Och o'tiring, yerda ko'rpacha tashab uxlang, lekin zato g'ururingiz bilan uxlang. Sporlashib bo'lmaydigan ahmoqgarchilik. Ya'ni ba'zi masalalar bo'ladi-ku, sporlashsa bo'ladi. Buni mana bunaqa yaxshi tomoni bor, bu tomoni bor deylar. Ayol kishiga tamagir bo'lish, unga soliq solishni oqlab, uni bahslash bo'lmaydi oqlashga. Rostdan eng tuban qiliq bo'ladi bu. Ayol kishiga tamagir bo'lish, unga jabr solish. O'zi to'ylarni ham kichkina qilish kerak. Ana shu 15-20 mingni bir kunlik to'yga sarflagandan ko'ra bir 2-3 mingga to'y qil, kichikroq. Qolgan pulga bir uyga to'lov qil, tilla olib qo'y, bitcoin olib qo'ysanglar ham borki, ertaga o'sish ehtimolligi bor, ko'payish ehtimolligi bor. Bir magazincha olinglar. Bilmadim, bir o'zingizlarga o'sha oilaga kelajakda nimadir foydasi tegan narsa qilish kerak. Ko'pchilik yana kredit ham olib qo'yadi u to'yni. Bu endi juda ham rasvogarchilik. Kredit olib, qarz olib qilib, to'ydan keyin 5 yil, 10 yil umrini to'yni qarzini qoplashga sarflaydi. Unaqa qilish juda ham ahmoqgarchilik. Puling bormi, juda ko'pmi, ber katta qilib. Puling yo'qmi, bo'ldi, kichik berib qo'yaver. Kerak emas u boylar bilan bahslashish, ular bilan poyga o'ynash to'y qilishda.